nomidan ba'zan tashkilotlarimiz har xil xiris qiladi. O'xshamagan xiris, chunki ular non-government organization bo'lgandan keyin cho'ng sahnlarga chiqqan vaqtida yana o'xshashlar biz mustaqillik talab qilmaydiq, yo'lmasa kishilik huquqni Xitoyga o'xshash yashayolgan bo'lsak bu yerga kelmaydiq deb yurganlar chiqdi. Partiya shu xalqni safarbar qilib, huquqni xalqning orasidan so'z ham fikrni, undan keyin qarorni shu xalqning og'zidan ilib qadam davlatning qonun jasaq yo'lmasa qonunning fikri, davlatning fikri, davlatning ijro qilishiga xalq sunish kerakda. Eng yaxshi usul ham shu bizning hurligimiz uchun eng foydali bo'lgan usulmish shu. Shularni tatish, shularni shu sistema to'g'ri sistema bo'lgan, BDTni e'tirof qildigan shu sistemaga moslashib harakat qilishiga biz kuchayapmiz. Xudoyim bilsa, cho'qim bu maqsadga yetamiz. Biroq ularning non-government organization ekanligini bilmayman. Ular tashkilot, Uyg'ur uchun ish qilib berayotgan, Uyg'urga mushtaqa arjatdan mushtaqa shu Memali akamiz degandek, shu Uyg'urning shu bayrog'ini ko'tarib, bilan qilayotgan har qanday cho'ng tashkilotlarda Uyg'ur faqat mustaqillikni talab qildi, bu degidek darajaga bormasa, mana qilayotganlar. Biroq ularning iqtidori shu yergacha cheklik. Uyg'ur uchun har xil ishlarni, faoliyatlarni ilib shug'ullansa bo'ladi, biroq siyosiy sahnaga aralasha olmaydi demoqchi. Shunga partiya bu yerda shu xalq, sen o'xshash, men o'xshash, shu kimlar Sharq Turkiston fuqarosi bo'lsa-ham, ma davlat mening haqqim bor desa, kirib mishaga partiyaga o'zining fikrini qo'yib, xalqni qoyil qilsa, bilet ilish orqali undan keyin davlatning taqdiriga aralasha oladigan huquqi bor har qanday shaxs. Sherim yaxshi-da buni. Biroq hozirgi bo'layotgan ishlar xalqning hech qanday talash huquqi yo'q. Undan keyin seni ashuni e'tirof qilishga tirishtirdi. Yaxshi yeri shularmi shu to'xtamay shu Sharq Turkiston Uyg'ur deb Uyg'urning bo'layotgan ishlarini kuchining berishcha, yetishcha qilayotganlar. Bular hammasi shu sana o'xshash, menga o'xshash inqilobchilar, biroq partiya bo'lmaganlikdan burun shu o'z oldiga gapib bir yerdan chiqqanlar, bir tashkilot quriblar, undan keyin u yerdan yordam, undan keyin iqtisodiy jihatdan kuchlanib, shunday qilayotganlar.